Viloyatimiz hayotiga oid muhim yangilikdan xabaringiz bormi? Davlatimiz rahbarining joriy yil 13 fevral kuni Farg'ona viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda aholi turmush darajasini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, Farg'ona viloyatida 2026-yilda loyihaviy yondashuv asosida 71 ta drayver hamda 912 ta investitsiya loyihasi ishga tushirilib, ixtisoslashuvi past bo'lgan 53 ta mahalla ishlab chiqarish va mahsulot yetishtirishga ixtisoslashtiriladi. 21 ta noruda foydali qazilma kon va uchastkalar auksion savdolariga chiqariladi. 98.200 nafar aholini doimiy ish bilan ta'minlash, 423.400 nafar aholini daromadini oshirish va norasmiy sektorda ishlaydigan 74.000 nafar fuqaroning faoliyatini legallashtirish bo'yicha aniq tadbirlar belgilandi. İlk bor investitsiya loyihasi doirasida kamida 4,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalar jalb qilinishi ko'zda tutilgan.